tong yotmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, vadoyim sen deb bo'zlar, menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong yotmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Opa, telefoningiz. Voy oyim aka. Alo. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Aziza qizim, Jiyanlarim yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi, o'tiribman. Oyijonim, meni tabriklang. Ijoraga uy oldim. Ishlarimni boshladim. Aytdim-ku sizga, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Muborak bo'lsin qizim. Buyursin. Rahmat. Qachon kelasiz oyi? Boraman. Opang uydamidi? Aha, hozir chaqiraman. Oyi, hozir. Opa! Hozir. Oyim chaqiryaptilar. Tinchlikmi? Oyim. Hozir. Alo? Qizim, yaxshi. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing qanaqa? Rahmat, yaxshimiz. O'zingiz yaxshi yuribsizmi, charchamayapsizmi? Qizim, seningni oldida bo'lsang, unga ko'z quloq bo'lib turgin, xo'pmi? Yaxshi qarang, baribir sen kattasan. Bilasan, ancha u sho'x shaddod. O'zing aqllisan-ku. Oyijon, siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Men borman-ku oldida. To'g'rimi? Oyijon, undan ko'ra siz bozorni yig'ishtirib qo'ying-da, nabiralaringizga qarab turing. Biz o'zimiz pul jo'natib turamiz. Siz o'zingizni qiynamang. Siz bizga keraksiz. Tez kunda sizni ham olib kelamiz. Xo'p? Xo'p, mayli. Singlingga ehtiyot bo'l. Uni senga topshirdim. Ishon. Bo'ldi oyijon, menga ishonavering. Shuncha kun degani yetadi. Erkatoy qizingizga hech narsa bo'lmaydi. Bo'ldi. Bo'pti. Xo'p, ishondim. Uni senga, seni Xudoga topshirdim. Xo'p oyijon, mayli. Xo'p, xayr. Ha, tinchlikmi? Nima derdilar? Xavotir olyaptilar sendan. Xavotir olyaptilarmi? Yaxshi dedingizmi? Bo'ldi, o'zgardim, xavotir olmanglar. Rostdanmi? Rostdan opa. Agar insonlar menga nisbatan o'zgarmasa, men ularga nisbatan hech qachon o'zgarmayman. Yaxshi inson bo'lib qolaman. Opa, hozir serialimiz boshlanadi. Qamoqxonada bo'lib, ancha seriallarni ko'rmadim. Voy yo'g'i. Lekin bilasizmi, u yerda televizor bor. Sharoiti zo'r. Faqat sog'inch qiynaydi. Ha, dunyo. Soch qiladigan dazmoling qayerda turibdi? Hech topa olmadim. Keyin topasiz, keling choy ichib oling. Hayyo, sochimni shunda dazmol qilib olmoqchi edim, topa olmadim. Ichkarida tortmamda turibdi. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Mijozlar bilan ko'rishishim kerak. Bugun kech kelsam kerak. Feruza opa, eshitibja o'zingizni bor-ku, juda ham qiynab qo'yapsiz. Mayli, o'zimni shu bilan ovutib yuribman. Chalg'itaman deb bir umr bunaqa og'ir mehnat qilmaysiz-ku. Oson bo'lsa ekan ishingiz. Mayli, hech narsa qilmaydi. Qayerda turibdi deding? Tortmamda turibdi. Ha, bo'pti. Feruza opa, chumoliga o'xshaysiz, tinmaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Bu matolaringiz kelin ko'ylaklar uchun mo'ljallanganmi? Albatta, hamma matolarimiz kelin ko'ylaklar uchun mo'ljallangan. Bular qanaqa metrlab sotiladimi? Metrga ham, to'pi bilan ham sotiladi hammasi. Demak, 2 metr olsam, mendan o'sha qolgan matolarni boshqa xaridorga sotasiz, a? Albatta, boshqa xaridorga ham beramiz. Bular qayerniki? Bu mahsulotlarimiz hammasi Turkiyadan keltiriladi. Unda bilasizmi,
Men o'zim eskiz chizaman-da. Xo'p. Shu eskizlarim bo'yicha qanaqa fasonlar xohlayotganimni tushuntirib yoki sizga qanaqa ko'ylakligini Xo'p. Telegram orqali yuborsam Shu bo'ladimi? bizani do'konimizda internet saytlari bor. Ana shularga jo'natsangiz, biz hammasini ko'rib, keyin materiallarni tanlab jo'natib yuboramiz. Faqat o'sha rolonni boshqa odamlarga sotmaysizlar. Albatta, siz bilan shunaqa shartnoma qilsak, faqat siz bilan ishlaymiz. Juda yaxshi. Siz kelib ovora bo'lib yurishingiz shart emas. Bizlarning vizitkamiz bor. Qo'ng'iroq qilsangiz, biz xohlagan materiallaringizni yetkazib berishimiz mumkin. Sizni taniqli do'koningizni nomi nima? Bizni do'konimizning brend nomi Gunesh. Ha, eshitgandim, Gunesh. Yaxshi tushunarli. Rahmat, unda bu yo'lani ham ko'raman. Bo'ldi, bu yerda ham yaxshi mahsulotlarimiz bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ancha yaxshi. Tomirlaringiz qalay? Hali ham joyi kelmabdi-ku tomirlaringiz. Qachon bu yerdan chiqib ketaman? Yaxshi bo'lishingiz bilan chiqib ketasiz. Yaxshi bo'lgim kelmayapti. Bu nima deganingiz? Hali yaxshi bo'lib ketishingiz kerak, sog'ayib ketishingiz kerak, oyoqqa tushishingiz kerak. Asosiysi tushkunlikka tushib qolmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, tez kunlarda bu yerlardan chiqib ketamiz. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, albatta. Mayli, men boray bo'lmasam. Xo'p. Laylo, Ha, nima? uzr. Oldingizda xijolatman. Pul kelish kerak edi. Lekin 2-3 kunga cho'zilib ketdi. Mayli, xijolat bo'lmang. Kelsa berarsiz, xo'p? Yana 3-4 kun kutaylikchi. Agar kelmasa topib beraman. Lekin rahmat, menga shunchalik yordam berdingiz. Onamlarning ahvoli ancha yaxshi, oyoqqa turib qoldilar. Nega rahmat deysiz? Mendan boshqasi bo'lganda ham shu ishni qilardi. Yo'q, siz boshqachasiz. Siz hech kimga o'xshamaysiz. Rahmat. Baribir do'stmiz-ku. Do'st do'stini og'ir kunda tashlab qo'ymaydi. Rahmat. Siz yaxshi insonsiz. Siz kelib meni hayotimga mazmun kirdi. Mana ancha dardlarimdan yengilladim. Mayli, men bora qolay. Kirib telefon qilib yuboraman, xo'p? Maylimi? Xo'p. Siz ham. O'zingiz ehtiyot qiling. Bo'pti, mayli. Dunyo. Mana kiyimlaring dazmol qilib qo'yibdi Yulduz. Ol oqa. Feruza opa, men ishlarimni qilib bo'ldim, ketmoqchi edim. Kech bo'ldi-yu, bitta o'zing ketasanmi? Ha, o'zim yetib olaman shunda. Yo'q, unaqa qilma. Tur Dunyo, o'zing olib borib kelgin, kech bo'lganda bitta o'zi yurmasin. Ha, bo'pti, yuroqqa tashlab qo'yaman. Ha, yo'l-yo'lakay muzqaymoq yeb kelsammikin? Ha, men ham boraman. Yuring. Alo. Layloxon, bezovta qilmadimmi? Yo'q, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Laylo, Labay. nima qilishga ham hayronman. Buncha peshonam sho'r ekan-a. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Oyim bechorani ahvoli yaxshi bo'lmayapti. Yana dori-darmon kerak deyishyapti. Voydod, meni boshimga buncha og'ir kunlar tushaverarkin-a. Mayli, siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q, rostdan ham. Tashvish kelsa bitta kelarkan-da. Yuragim ezilib ketdi. O'ylanib qoldim. Sizni pulingizni qilib berishim kerak. Bu yoqda dori-darmon. Olib kelmasang,
bo'lmaydi deyishyapti. Voy, yomon bo'pti-yu. Nech pul ketadi? Iya, yana sizdan pul so'raymanmi? Endi baribir onajoningiz sog'ayishlari kerak. Yana $1000 so'rashyapti-da. Men harakat qilaman topishga, xo'p? Voy Laylo, juda yaxshi bo'lardi. Mani onamlardan boshqa mehribonim yo'q. Ular tuzalishlari uchun hamma narsaga tayyorman. Mayli, harakat qilib ko'raman, xo'p? Xo'p, rahmat sizga. Xo'p. Shuhrajon. Keling kenayi. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Nima bo'ldi? Akangizga ichga uyaldim. Bilaman, hozir pullari yo'q. Agar iloji bo'lsa, pul berib tura olasizmi? Pulingiz bo'lsa. Tinchlikmi, nima bo'ldi o'zi? Seni mashinasini urib olibdi. Voy. Qancha kerak? 1000 kerak edi. Bo'ldi kenayi, pulim bor. Tortinmasdan so'raversangiz bo'ladi-ku. Qilib berishi bilan olib kelib beraman. Mana kenayi, bexijolat olavering. Rahmat. Iltimos, faqat akangiz bilmasinlar. Xavotir olmang, akam bilmaydi. Hech kimga aytmayman. Assalomu alaykum. Salom, yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar. Biz ish masalasi bo'yicha kelgandik. Oldin shu joyda ishlab ketgandik. Keyin malaka oshirishga ketgandik. Tushunarli. Bu yerda oldin nima ish qilgansiz? Oldin men bu yoqda tikish bitish bilan shug'ullanganman. Hozir malakamni oshirib kelib, eskiz bo'yicha ishlamoqchiman. Sizchi? Ismim Madina. Oldin tikkanman, hozir malaka oshirib keldim. Juda ham xursandman. Bilasizlarmi, bu yerning oldingi egalari hozir ketishdi. Men oldim. Hozir ish uskunam bitdi. Shuning uchun bitta o'zim ishlayapman. Lekin xudo xolasa 1-2 kunda uskuna olmoqchiman. Shunga ishchi o'rin kerak bo'ladi. Chaqiraman, birga ishlaymiz. Mayli, xursandman. Keling, telefon raqamingizni yozib olsam bo'ladimi? Onangizlar yaxshimilar? Ha, yaxshi, rahmat. Kecha-yu kunduz tepalarida turib duo qilyapman. Allohdan so'rayapman. Ishlarim ham yaxshi emas. To'g'risi, odam juda qiynalib ketdi. Ko'ryapsiz, biriga yetqizsam, biriga yetmayapti. Unisiga yetqizsam, bunisiga yetmayapti. Mayli, ko'p siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu ham bir sinov. Xudo ham sinovni suygan bandasiga beradi. Ha, to'g'ri-ku-ya, lekin oson emas ekan. Onam bechorani davolatishga qo'limdan kelgancha harakat qilyapman, lekin qo'limdan hech narsa kelmayapti. Jim kuzatib turibman. Bu juda ham og'ir ekan. Mana buni ham ishlatib turing. Xudo xolisa sog'ayib ketadilar. Rahmat, Laylo. Faqat iltimos, tezroq qaytarib bersangiz. Qaynukamdan olganman-da. Siz xavotir olmang. Shu hafta akam pul jo'natadi, Laylo. Agar pulim kelmay qolsa, mashinamni sotib bo'lsa ham pulingizni qilib beraman. Rahmat. Ne rahmat deysiz? Men sizga rahmat aytaman. Meni doim og'ir vaziyatlardan olib chiqyapsiz. Hatto do'stlarim qilmagan yaxshiliklarni siz qilyapsiz. Rahmat, Laylo. Yuring, muzqaymoq yeymiz. Mayli. Seni o'zimdan qizg'onaman, men seni ko'zimdan qizg'onaman, men seni o'zimdan qizg'onaman, men seni ko'zimdan qizg'onaman, beg'uborgina, beqarorgina
hammadan ham ko'p senga ishonaman, hammadan ham ko'p senga ishonaman. Bilarmisan ayt, sezarmisan ayt, meni hammadan ko'p sevarmisan ayt. Bilarmisan ayt, sezarmisan ayt, meni hammadan ko'p sevarmisan ayt. Suhbatlaringga hech qachon to'yman, bir kunda 3 bor ko'rishsam deyman. Suhbatlaringga hech qachon to'yman, bir kunda 3 bor ko'rishsam deyman. Kuydirma meni, sog'insam seni, ayirma meni shirin baxtimdan, ayirma meni shirin baxtimdan. Bilarmisan ayt, sezarmisan ayt, meni hammadan ko'p sevarmisan ayt. Bilarmisan ayt, sezarmisan ayt, meni hammadan ko'p sevarmisan ayt. Bema'ni narsalar ko'payib ketdi. O'chirib qo'yaylik shuni. Biram zerikarli seriallar ko'payib ketibdi. Menga qara, undan ko'ra sen bilan gaplashib o'tirgim kelyapti. Gapiring, gapni oling. Nimani gaplashamiz? Boshingdan qancha narsalar o'tdi-ya. Qanday kunlarni ko'rmading, singlim? Ana, oxir ishlaringni ham yo'lga qo'yding. Yana o'zgarib qolsang kerak-a? Yo'qmi? Yo'q. Qara-ya. O'zgarmayman. Opa, men bu kunlarga ozmuncha harakat qildimmi? Qancha mehnat qildim. Agar hayot menga o'zgarmasa, odamlar menga o'zgarmasa, men hech qachon o'zgarmayman. Men yaxshi yo'ldan ketishni xohlayapman. To'g'ri aytasan, singlim. O'zgarma. Aqlli bo'psanmi? Gaplaringni qara. Qamoqxona tarbiyalabdimi deyman seni? Opa, gapirmay shu qamoqxonani. Tushlarimda ko'rib chiqaman. Unaqa emasding-da. Ancha o'zgarding. Opa, qo'ying. Shu kunlarni eslashni ham xohlamayman. O'zi bir kun eslamasam, tushlarimga kirib chiqadi. Shunaqangi o'sha yerda o'tirgan vaqtlarimni eslasam, opa, dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Hech kimning boshiga tushmasin. Mayli. Xudo xolasa tez kunda boyib ketasan, pullaring ko'payib ketadi. Aytganingiz kelsin. O'zing ishlaring yaxshimi hozir? Yaxshi, ozgina yo'lga qo'ydim. Aytmoqchi opa, uy yoqdimi, kichkina bo'lsa ham, bejirimgina. Kichkina bo'lsa ham yaxshi-ku, o'zingga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da. Opa, men bundan zo'r uylarni olishga qurbim yetadi. Lekin odamlarning ko'ziga tushib qolmay deyapman-da. Ko'ziga ko'rinmay yurganim yaxshi. Keyinchalik sal ishlarimni yo'lga qo'yvasam, balki ta'mirlash ishlarini qilarman. Balkim hol olarman. Bundan ko'p xonali uylar olarman. Asosiysi, Xudo xolasa, sizni ishni kengaytirib, sizni o'tkazib qo'yib, onamni uyga olib kelib, qirolichalardek qilib qo'ysam. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Ha, aytmoqchi edim. Ering u bilan qachon ajrashasan? Ariza bermadingmi? Opa, bu haqida o'ylab ko'rmadim. O'ylashga vaqtim ham yo'q, xohishim ham yo'q. Ishlarimni ozgina yo'lga qo'yib olay. Keyin o'zim advokat yollayman. Hech bo'lmasa mebellaringni olib kelsak bo'lardi. Sotsak ham har nima pul bo'lardi-da. Opa, qo'ying shu mebellarni. Bo'layam ancha qarzga kirib qolishdi, to'y edi. Uning ustiga bilasiz, akam qancha pulga tushirib ketganlarini. Qo'ying, qosa qopdi. Sen o'ylaydigan bo'lib qopsanmi?
Bosh ko'zimdan sadaqa bo'lsin. Uni ustiga u mebellar harom pulga olingandi. Ko'rsam Ilhom boy esimga tushadi. Go'rida tik turgandi, hozir mebellarim qatta turgan ekan deb, shuni puliga olingan. Voy jinnivoyim, sen ham oxirgi paytlar aqli gaplarni gapiradigan bo'libsan-a? O'zgaribsan. Voy asalim, seni yaxshi ko'raman. O'zim o'rgilay sendan. Rahmat, boringizga shukr. Dada, yaxshi o'tiribsizmi? Ke bolam, o'tir. Charchamayapsizmi? Choy ichasizmi? Damlab beraymi? Yo'q, ichmayman. Ke o'tir. Dada, akamlarga ayting, ishlashimga xo'p desinlar. Uyda baribir zerikib ketyapman, ko'ryapsiz-ku. Qanday yordam bo'lardi? Sen topadigan puling kerak emas. O'zim topaman, tushundingmi? Aka, nega unaqasiz? Men sizga nima qildim? Alo. Feruza opa, yaxshimisiz? Bu nima degani? Men hozir dadamlar bilan o'tirdim. Sizga bo'shabroq qilib boraman, xo'p? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Kim? Feruza opam ishdan telefon qilyaptilar. Men unga qaytib chaqirmagin degandim-ku. Dada, akamlarga ayting, nimaga hamda men bilan urushaveradilar? Men nima qildim ularga? Qo'y bolam. Sening hali yosh. Hali sening bilan urushavermagin. Ishlasa ishlay qolsin. Dada, o'zingiz ko'rdingiz-ku. Bu yetib qolgan bo'lsa, mahkam ushlamasak bo'lmaydi. Hali yosh bola sening. Unaqa narsalarni tushunmaydi. Bilmadim dada, bilmadim. Yana o'zingiz bilasiz. Opa, men bu xonani zo'r qilib to'ldiraman. Bu yerda divan qo'ydiraman. Mijozlarim kutib turadi. Men nima qilaman? Siz menga qahva damlab berasiz. Shaxsiy kotibam bo'lasiz. Meni tushunmadim. Singiljon, juda ham menga yoqdi olgan yering. Xursandman sizga yoqqanida. Xudo xohlasa ishlarimizni yo'lga qo'yib olsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Qarang, chiroyli joyi. Ha, juda ham chiroyli joyda joylashgan. Rostdan yoqdimi? Ha, juda ham. Hali oyijonim kelsalar, ko'rsalar juda ham xursand bo'ladilar. Xudo xohlasa ishlarimiz oldinda. Hamma ishlarimizni yo'lga qo'ysak. Oz qoldi. Mayli, yaxshiligiga bo'lsin. Voy, taksi ushlamaymizmi? Assalomu alaykum. Chorsuvga 5000. O'z bilasiz. Ketmaydi 5000 desam. Assalomu alaykum. Chorsuvga. Alaykum assalom. Hop. Man, nech pul bo'ladi? O'tiring. Berganingizni berasiz, o'tiring. Xo'p. O'tir. Sharaf aka, sizmisiz? Ha. Aziza, qalaysan? Yaxshi qolding. Yaxshi chiqdim. Nima qilib yuribsiz? Tirikchilikning aybi yo'q. Yaxshi ish topilguncha kira qilib yuribman. Halol ishlayapman. Qamalmadingizmi? Yo'q, men aybim yo'qdi-ku. Onamga qarshi bora olmasdim. Mayli, nima bo'lsa bo'pti. Har kim qilmishiga yarasha jazosini oladi. Mayli. O'zing nima qilyapsan? Men qamoqxonadan hunar o'rganib chiqdim. Chevarchilikni. Shunga yangi ish boshlagandim. Endi bu yog'iga halol pul topib, halol mehnat qilmoqchiman. Yaxshi-ku. Biron ish chiqib qolsa, taksi kerak bo'lsa, meni chaqiraver. Xo'p, albatta chaqiraman. O'sha eski raqamdaman. Feruza opa, assalomu alaykum. Kirsam maylimi? Va alaykum assalom.
Ha, sen ariza yozib ketding-ku ishdan bo'shayman deb. To'g'ri, yozib ketgandim, lekin xo'jayin yonlariga kirganimda ular siz bilan uchrashimni aytdilar. Feruza opang nima desa shu dedilar. Men ishga qaytmoqchi edim, Feruza opa. Ishga qaytasan? Nima, yana meni aldash uchunmi? Yo'q, boshqa hech qachon aldamayman, Feruza opa. Meni aldaganing-ku mayli, onangni aldaganing-chi? Onani aldagan odamdan yaxshilik kutib bo'ladimi? Feruza opa, men majbur bo'ldim. Uydagilarni xavotirga qo'ymasligi uchun. Iltimos kechiring. Men ishga kirmasam bo'lmaydi. Bilasiz-ku, uyda men bilan akamdan boshqa uyga qaraydigan hech kim yo'q. To'g'risi, boshqa hech qachon aldamayman. Bunaqa oylik hech qayerda yo'q-da, Feruza opa. Hech bo'lmasa o'qishga kirgunimcha ishlab turay. Xudoyorxon aka aytgandilar, agar o'qishga kirsangiz, Bay firmasi kontraktimni to'lab berar ekan. Iltimos, yo'q men. Mayli. Yana aldasang yoki yigitlar bilan yursang, ishdan o'sha kuni ketasan. Yo'q, boshqa hech bunaqa narsa qaytarilmaydi, boshqa. O'tiravering o'zimning o'rnimga. Hech kim olmadingiz-a? Yo'q. Rahmat, Feruza opa. Voy, bu o'rindig'imni juda ham sog'indim. Adolat. Ha. Ko'ylaklarimi dazmol qildingmi? Yo'q. Nega? Vaqtim bo'lmadi. Bahodirjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kenaya. Mana ko'ylaklaringiz dazmol qilib qo'ygandim. Voy, rahmat, kenaya. Juda chiroyli dazmol qilibsiz. Shu Adolat nuqul qayarindir g'ijim qilib qo'yadi-da. Sog' bo'ling, kenaya. Rahmat. Adolat emas, Adela. Men dazmol qilganim yoqmaydimi? Voy. Yoqsa agar yaxshi ham kepti, lekin izunda, a? Bundan keyin opajon, qayningizni kiyimlarini o'zingiz dazmollang, sizniki chiroyli chiqarkan. Tavba qildim. Xafa bo'lmaysiz, kenaya. O'zi shunaqa-da. Rahmat, kenaya. Nima deymiz endi? Sog' bo'ling. Rahmat. Dunyo. O'yey. Dunyo. Mana gullarni qara chiroyliligini senga jo'natishibdi. Shayx dunyo gullari. Voy, bu shayxing bormi? Bunaqa sipirgilarni ko'pini ko'rganman. Shogirdimga ustozidan. Voy, bu yozuqlari ham bor. Opa, men bunaqa gullarni ham ko'pini ko'rganman, sevgisini ham ko'pini ko'rganman. Endi esa o'zim aldashga yo'l qo'yib qo'ymayman. Endi esa shirin aldovlarga yo'l qo'ymayman. O'sha sen gaplashgan yigiting rasmi bormi? Yo'q, men uni miyamdan ham, yuragimdan ham, telefonimdan ham o'chirib bo'lganman. Ha, qo'y, unaqa dema. 5 qo'l baravar emas-ku. Rahmatli pochchang yaxshi inson edi. O'shaning uchun ham ketib qolganlar-da. Opa, agar sizga kerak bo'lsa, xonangizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ha? Chiroyli-ku, qo'ysam qo'yaveraman. Opa? Opa, terspa. Ha, Dunyo? Telefonga. Kim ekan? Bilmayman. Alo? Kinoya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kinoya, oyim so'rayaptilar, tez kelmasangiz bo'lmaydi. Ahvollari og'irlashibdi. Akang bilan Kinoyani tez chaqir deyaptilar. Nimaga, tinchlikmi? Bilmadim, Kinoya. Kasalxonaga tezroq keling. Xo'p. Kelinga ayt, chaqir deyaptilar. Xo'p. Bo'ldi, boraman. Mayli, xo'p, kutaman. Mana men sizga aytgan qizim aka. Qarang, to'g'rida yuribdi. Maza qilib. O'zbek qizlarini bunaqa yurishi g'alati emasmi? Yaxshi ham shunga uylanmagan ekanman. O'shanda aka. Mana Nodiraga uylanib hayotimga mazmun kirdi, baraka kirdi.
baxtni, haqiqiy vafoni, mehrni his qildim. To'g'ri, uni oyog'i oqsoq bo'lishi mumkin, lekin ba'zi qizlarga o'xshab sevgisi oqsoq emas. Uni qalbi toza, sevgisi chin. Menga shu kerak. Allohga shukrki, o'shanda meni ko'zim ochildi. Bo'lmasa bunaqa baxtni his qilmagan bo'lardim. Baxtli bo'ling ukam. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, tezroq keling.